Pulimni berasanmi, Pulingizni olmaymi? oling bo'pti, aka. Pulimni berasanmi, olmaymi? Pulingizni oling bo'pti. Salqin tushib qoldi. Aka, sizlar dastlabga chaqirgansizlar. Nima farqi bor aka? Sovqat ketdik Suvda ko'chada. kutib o'tiribmiz. Yo'q, dastlabga chaqirgansizlar. Men sizlarni olib boraman, men dastlabga faqatgina olib boraman. Odam tashiyman. Aka 15 minutdan beri kutib o'tiribmiz. Siz olib borib ko'ring pulni bo'ldi. beramiz aka qo'shib yana. Yo'q. Sovqat ketdik просто. Yo'q, aka, dastlabga chaqirgansizlar. Men odamlar bilan Pulingizni muloqot osma qilmasligim borib mumkin. qo'ying bo'ldi, aka. Men sizlar gaplashmayapman, men bular bilan gaplashyapman. Men siz bilan gaplashyapman. Ben bular bilan gaplashyapman. Qo'shib beramiz o'miz aka. Yo'q, pullar emas gap, aka. Nimaga? Men kelganimda pulni beringlar, men ketdim. Qanaqa pul? Hech qanaqa pul berilmaydi deganingiz pulni. Voy, Pulingizni oling. Bizni chaqiraman hozir. Xohlaganingiz chaqiring, chiroyli gaplashuring, qo'lingizni olib. Yur ketdik. Dastlabga chaqirgansanlar deyapman, ha? Tushunayapsanmi? Olasan aka. Agarda sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, Texpat eshigiga birinchi bo'lib siz murojaat qiling. Agarda klient murojaat qiladigan bo'lsa, sizni bloklab qo'yishi mumkin. Shunaqa holatga duch kelmaslik uchun Toshkent Sifat taksi parki tanlasangiz bo'ladi. Bizlarning xodimlarimiz sizga qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Agarda siz Sifat taksida ishlaydigan bo'lsangiz, mashinangizga jarima keladigan bo'lsa, bo'lib to'lashga foizsiz muddatli to'lovga qilib beriladi. Mashinangizga avtozapchas, ballon kerak bo'ladigan bo'lsa, nimaiki narsa mashinaga kerak bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovsiz foizsiz qilib beriladi. Har 5000 kilometrda tekinga moy almashtirib beriladi. Har bir oyda 3 million, 2 million, 1 million bonuslarimizni tekinga shoferlarimizga hadya qilamiz. Botlarimizda pul yetishda umuman muammo bo'lmaydi. Operatorlarimiz 24/7 ishlaydi. Toshkent Sifat taksini tanlang.